Nasıl video olayotganim? Yo'q, bizda video olish qat'iyan man qilinadi. Qayerda yozib qo'ying? Hammaga assalomu alaykum. Meni juda ham ko'pchilik arabga o'xshatadi. Shu sababli biz juda ham ajoyib joyga keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilasiz, aka? Ko'rmayapsizmi video olayotganim? Yo'q, bizda video olish qat'iyan man qilinadi. Qayerda yozib qo'ying? Bizning o'zimizning ichki qonun qoidalarimiz bor. O'sha sababli men Aka, sizning qonuningiz O'zbekiston qonunidan ustun emas-da. Tak что borib bemalol ishingizni qiling-da. Men o'zimni ishimni qiling. Taniysizmi meni? Yo'q, men sizni tanimayman. Video chiqqanidan keyin обязательно tanib olasiz, xo'pmi? Men pulimga sotib olib, ovqat yeyapman. Mayli, bu holat bizning kayfiyatimizni tushirmaydi, chunki nima bo'lganidan qat'iy nazar men o'zimni fikrimni haqqoniy aytgani kelganman. O'zbekistonda yagona bo'lgan Miramanji restoraniga keldim. Arab kuxnyasi ekan. Arabcha ovqatlarni yeb ko'ramiz. Aytgancha, ogaxonlar, har kuni osh jonga tegadiganligi uchun arabcha oshni ham ora-ora deb turish kerak. Atmosfera juda ham shinam, ikkita zalligi bor ekan, oila, do'stlar bilan bemalol kelsa bo'ladi. Menga yoqdi. Ovqatga keladigan bo'lsak, bu salat вообще gap bo'lishi mumkin. 5 dan 5. Samosa yomon emas. Yedim souslari bilan 5 dan 4 qo'ydim. Bu zakuskani to'g'risini aytsam, umuman tushunmadim, shunga bal qo'ya olmayman. Robotlar zamonimi dedim. Robot ovqat olib keldi-ya, ajoyib. Lekin ofitsiantimiz ovqatni oldilar robotdan, maydalab oldimizga qo'yishni boshladilar. Aytgancha, bu o'sha maxsus dong'i ketgan arabcha osh ekan. Qo'y go'shtidan umuman hid kelmayapti. Qo'llarimni artdim, sous quydim, qo'lda arablarga o'xshab yeyishni boshladim. Aytgancha, men bu ovqatni undan oldin yeb ko'rmaganman, shu sababli 5 dan 5 qo'ydim. Desertga ham gap bo'lishi mumkin emas. Yumcha 5 dan 5 aniq. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, atmosfera menga yoqdi. Ofitsiantlar молодцы, zo'r ishlashyapti. Ovqatlar haqida fikrimni уже eshitib bo'ldinglar. Narx jihatga keladigan bo'lsak, 4-5 ta odam to'yadigan ovqatga 770 ming shot keldi. Menimcha bu yaxshi. Yana shotga qaytasizmi deb savol bersanglar, albatta qaytaman, oilaviy qaytaman deb javob bergan bo'lardim. Sizlar ham kelib ko'ringlar, yeb ko'ringlar va kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozinglar.